Assalomu alaykum do'stlar. Biz Boboshbek kiyim bozorida mana shunaqa ayiqchalarni olyapmiz. Bu safar hozir narxlarini aytib o'tib ketaman. Qaranglar, yangilik chiqibdi. Mashinamiz mana 22 ming so'mdan ekan pachkaga mana. Ko'ringlar, 22 ming so'mdan. Hamma olyapti ko'rib. Narxlardan olib sotsalar ham bo'lar ekan. 22 ming so'mdan pachkaga. Bularimiz 10 ming so'mdan mana. Har xil ranglari bor mana. Ko'k deysizmi, sariqmi, har xilidan bor mana. Mana sariqlari ham bor ekan. 10 ming so'm bular pachkaga. Mana 10 ming so'mdan. Bularimiz 22 ming so'mdan pachkaga. Nechta bo'lar ekan pachkada bular? 20 ta. Mana uya? Bunisi-chi? Pachkada 20 ta bo'lar ekan bunisi. Bunisini aniq bilolmadik nechta bo'lishi. Ko'ryapsizlar do'stlar. O'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer berishmadi. O'zimizga aytsalar shu narxda olib chiqarib yuboramiz.